Biz Balinsagacha uspet qilmadik. Ertalab Surxondaryodan chiqdik, mana hozir Toshkentga yetib keldik. Ertalab soat 9 ga Balinsani gaplashdik. Xudo xohlasa Ankaligizki Balinsaga ertalab 9 ga onaxonni olib boramiz. Yo'l azobi, gur azobi, itta azobini yeb keldik. Shu videoga bitta like bosib, onaxonni haqqiga kommentga duo qilingizlar. Xudo xohlasa ertaga ekzamenlarni topshiramiz. Xudo xohlasa ekzamen javoblari chiqishi bilan operatsiya nasib bo'lsa, xudo xohlasa. Endi yog'i Allohga tavakkal qilib keldik shu yergacha. Bundan buyog'iga ham Allohga tavakkal qilamiz. Xudoyim hech bir bandasini ko'chaga qo'yib, bir xorozor qilmagan. Nasib bo'lsa, maniki zo'r bo'ladi. Sizlarga ishonaman, xalq podдержка qiladi. Bitta like bosib, maksimalni tarqatingizlar. Onaxonni haqqiga duo qilingizlar. Yangiliklar ertaga kun davomida videolarni ko'raverasizlar. Связь.